alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi bemorimizni qabul qildik. Bizlar tomon, men tomonga qarab yuravering. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu yilga pastga tushib qolgan, bu yilga yuqorida. Yuravering. Bitta o'tirib turing qani. Tez o'tirib turavering. O'tira olasizmi? Og'riq bormi? Og'riq yo'qmi o'tirib turishda? Nima, sekin harakat qilyapsiz? Turing. Olmasin deyapman-da. Yo, o'zingizni qanaqa holatingizda bo'lsa, o'shanday qilib ko'ring deyapman men sizga. Bitta qo'lda oyog'ingiz uchiga uzating qani? Ikkalasini ham. Qani bitta, ketganicha qiling, ketganicha. Qo'lda ikkalasini ham oyoqni uchiga uzating. Bo'ldimi? Yo'q, qarang, tizzani bukmang. Tizzani bukyapsiz. Qachon keldingiz? Boya keldingizmi? Hali massaj kirgizdi ha? Hozir massaj qilamiz, keyin yana bitta video qilamiz. Tamam, qanday? Ilkingiz tashab, молодцы. Anasi. Bularmi? O'zingizni slishkin bo'sh qo'ying, xo'pmi? Hop. Qayoq pastdan sovuq? Ha. Qayergacha bu yerda? Belgacha og'riq berdi. Belga ketdimi? Nechta joyga pichoq sanchib? Bitta nozik bir şey o'raydigan joy, bu yo'q shundan cho'zilgandan keyin. Turavering, bemalol harakat qilib, bino og'rimaydi. O'tirib ko'ring. Va yota olmayapsiz, menga o'sha narsa kerak. Bismillah. Qani? Bor ekansiz mana. Necha kundan beri shunaqa og'riqlar bor edi? Bir hafta. Bir hafta. Hozir bugun birinchi massajni oldingiz, shundaymi? Menga rol o'ynab bermadingizmi? Yo'q, rol o'ynash yo'q. Hay. Hozir qarang. Kelgan hozir necha minut oldin ana shu yerga yota olmay yotyapsiz. 20 minut. Yarim soat. Yarim soat 20 minut. Sizga. Kimning orqasidan keldingiz? Kimdan eshitib keldingiz? Bemorlar. Qani o'zingizda O'zimda yaqin odamga ishonib, shunga holatga keldim. Qachon davo qilgan ekanman bunga? Bahorda, fevral, mart oyi. Kelgan muammosiga qaraganda o'sha problemadan muammolar hal bo'ldimi? Hal bo'lgan. O'shaning uchun izlab keldim. Bitta endi bir koridorga yurib ko'rsating, boya ham yurishlar ozroq qiyin edi-ku. Qani? Bo'ldi, qaytavering. Bitta o'tirib turing. Turavering. Egiling. Egilishga qo'rqaman-da. Yo'q, qo'rqmang, bo'ldi, og'rimaydi. Egilavering. Davay. Ha. Tavba. Shunda tizza ishlamayman, qilavering. Bemalol. Tamam. Ne bor, sal borda. Mana bu tomon. Egilib turing, ko'krog'ingizni egiling, bitta kameraga ko'rsatavering. Bu tomonni ham tortish bor. Tamam. Bo'ldi. Boyadan ko'ra zo'r. Bu bo'ya, вообще. Mana buni ham qila olmasdim. Tamam. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Mana bugun navbatdagi bemorimizga 12 kunlik litsinasi to'ldi bugun. Xudo xohlasa endi uyiga oxirgi massajni olib ketyapti. Bitta o'zingizni tanishtirib, o'zingizda bo'lgan o'zgarishlarda kim tomonidan keldingiz bu yerga, qanaqa ahvolda keldingiz, undan oldin olgan litsinalaringiz yo bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri keldingizmi? Sizni kuzatib turgan odamlarga nima maslahat bera olasiz? Bitta ozroq gaplashik. O'zim Sho'xurgon tuman, Denov nimasida turaman, Denov qishlog'ida. Dehqon Sho'mrod. Ustochilik qilamiz asosan shu temir sohasiga-da. Kelganingizda ahvol qanaqa edi? Ahvolimiz vahshiy og'ir edi. Mana o'rtamizga videosi qo'yiladi. Videosi ham bo'lsa kerak o'zi. O'rtaga videosi. O'sha uchun. Ancha qo'lingiz yengil ekan. Men she'ra o'zim bitta ukam borgandi bahorga. Hozir yaxshi natijalari.
O'shani eshitib keldim. O'zingizda bo'lgan eshik necha kunda sezdingiz bu yerda? Bir hafta bir 3-4 joyga bordim, to'g'risi orqaga ketdim, lekin oldiga ketganman yo'qda. Bu yerga keldingiz, kelgandan necha kunda o'zgarish bo'ldi? Bir yarim soatda keskin masol 100% deb mana og'riq deb bo'lsak, masol 50% plyusga ketdi-da sразу yarim soatning ichiga. Menga shu narsa yotolmaydiganingiz birdan yotdingiz. Shu narsaga misol men o'zim nima bo'ldim-da. 50% desa keyin ikkinchi kun, uchinchi kun kamayib boraverdi. Og'riq. Menda shunaqa bo'ldi. Endi boshqa bemorlarni bilmayman. 40%, 30% shunaqa bo'lganda hozir endi shu bir 5% tanamga ma'lum miqdorga bor. Ular ham nasib etsa xudo xolasa. Ha, uyga ketgandan keyin qolganlari ham kamayib ketaveradi. Birdan ketdi, davo to'xtadi deganimiz. Hozir misol siz o'zingiz kuzatib turgan bemorlarga nima tavsiya bera olasiz? Misol mana xonangizda operatsiyaga kirgan joydan qaytib chiqib ketadigan odam yotibdi, to'g'rimi? O'zgarish sekinroq ketdi. Chunki dori ukolni ko'p olgan. Qancha ukol dorini kam olib kelsa, birdaniga o'zgarish bo'ladi deb aytyapman, to'g'rimi? Men ko'rindim, endi 3-4 joyga ko'rindim, lekin og'riq qoldiruvchi unaqa dorilar olmadim. Yoningizdagi buni sherigingiz qanday? Qaysi birlar? U yoshi. Yoshlari ham zo'r, energetika zo'r, xudoga shukr. Lekin yosh katta va ukol olmagan ekanlar u kishi ham. Yosh katta odam, u kishi bir 3-4 joyga ukol olib kelganlar, og'riq qoldiruvchi ko'p bo'lganlar. Shuning uchun tuzalishlari hozir bugun bir haftacha bo'lib qoldi. Endi plyusga qarab ketyaptilar. Bilasiz-da biz qanaqa holat bo'ladi sherigingizga kechqurun qanaqa yo'taladi. O'shanday holat baribir seziladi. O'shandan keyin men tavsiya qilaman bemorlarga iloji boricha ukollar og'riq qoldiruvchi olmasdan kiysalar effekt yaxshi bo'lar ekan. Men o'zimga shu narsani his qildim. Boyagi ukangizchi mana siz jo'natgan odam ham ancha ko'p joyga davolangan a? Ha, bir 3-4 joyga ham borgandi. Lekin uni ikki joyda, ham bo'ynida, ham belida bor ekan. Ayni bizga hozir belga, hay xudoga shukr, lekin effekti zo'r. Qo'llar zat yo'lmasa. Men o'sha kuni ham videoga aytgandim. Qolib ketsa ishonaman qo'ldan sizga degandim-ku. Hozir qarangizlar, bu kishida ukol dori olmay kelganligi uchun effekt bomba bo'ldi, zo'r bo'ldi. Chunki hozir mana 100% og'riqdan 50% deyapti. O'zi bu kishi o'zi o'sha kuni yaxshi bo'ldi, faqatgina qanaqadir nagruska bo'lganda, noto'g'ri o'tirganda, turganda, yurganda, harakat qilganda, noto'g'ri harakat qilganlarda ma'lum bir miqdorda og'riqlar bordi. Hozir o'shalar ham yo'q. Aytgan vaqtimga bir kurs lechidan olsangiz, keyin beton qo'parasizmi, kamas ko'tarasizmi, xudo xolasa, chotka bo'lib ketadi. Ilohim bilan. Endi mana qarang, men sizga mana shu gaplarni, mana shu videoni pul berib, qanaqa reklama qildirib, o'zimni qarindoshim bo'lib turib yoki nimadir bo'lib kelishuv asosida bo'lmadimi? Yo'q, men oldin videolarda ko'rardim, to'g'risi ishonmasdim-da boshqa nimalarga, nima endi boshimdan o'tkazganim uchun mana hozir syomka bo'lib o'tirgan bo'lsa ham, lekin unaqa nima emas. Soxta emas-da, men chunki shu narsani ham o'zim guvoh bo'lib turaman. Mana qarang, 12 kun yotdingiz, pitaniya borasida, qanaqa xonalar issiq sovuq haqida muammolar bo'ldimi? Yo'q. Xudoga shukr, xonalari ham zo'r. Pitaniyasi ham nima emas, yaxshi. Shu uyda yeydigan ovqat. Albatta. Yaxshi. Kaloriyali ovqatlar-a. Ha. Arziydi. Hamma nima. Sizga qanaqa ukol dorilar qilindimi deydi? Ukollar yo'q, tabiiy. Hamma tabiiy. To'g'ri. Masaj, parafin, yana o'shuncha nimalar. Qarang, siz telefon raqam ayting. Yo'q, uka, meni ishim ko'p bo'ladi, telefon bilan ovora bo'la olmayman. Prosta mana ishonsa shu videoni ko'rib kelaversa, ishonmasa. Men 100% ana shu soxta emasligiga mana boshqa videolarni ko'rib turib, qaysi biriga borishni bilmay qolasiz-ku. Mana shu internetga kirasiz, YouTube'dan yo boshqa. Endi hammasi har xil tavsiya beradi. Lekin menga hozir men telefon nomerim shart emas deb o'ylayman. O'zim bo'lgan holatni aytib beraman-da. Usto kishi yolg'on gapirmaydi-da. Mana qarang, endi hozir xalqda o'zida pul ham yo'q. O'sha kimdandir qarz olib yo nimasidir sotib yoki qandaydir qilgan mehnatini peshana terisini olib kelib, men bu to'lagan puliga kuyib qolmaydi. Vijdonan xizmat ko'rsatyaptilar. Aytish kerak. Ba'zi yordamchilaringizda bir ikkita kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ularni tuzatsa bo'ladi, lekin asosiy gilamni nima vijdondan ishlaydi. Davo masalasida muammo yo'q, to'g'ri? Yo'q, davo masalasida muammo yo'q. Bemalol ishonib kelsa bo'ladi. Shunday. Tamom, mana rahmat. Reklama. Sog' bo'ling, sog' bo'lsin. Bu videolarda yaxshi kunlarga uchrashaylik demoqchiman. Keyingi safar. Xullas, bizni kuzatishda davom etingizlar. Hozircha shunaqa yangiliklar. Tamom. Kelishdan oldin kim keladigan bo'lsa telefonlashib, ochira topkingizlar. Hozir ozroq joylarimiz muammo. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.